Hurmatli tomoshabinlar, salom. Bugun sizni Kobul shahrining qadimiy bag'rida joylashgan tarixiy bir makonga, Bobur maqbarasi va Bobur bog'iga sayohatga olib boramiz. Bu maskan buyuk sarkarda, yozuvchi, shoir va bog'bon Temuriylar imperatorligining asoschisi Zahiriddin Muhammad Boburning abadiy oromgohi. Bobur o'z Boburnomasida Kobulning havosi, tog'lari va mevalarini mehr bilan tasvirlagan. Shuning uchun u ham vasiyat qilib, vafotidan keyin aynan shu yerda sevgan maskani Kobulda dafn etilishini istagan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Bobur 1530-yilda Agra shahrida vafot etgan. Ammo bir necha yil o'tib, uning jasadi Kobulga ko'chirilib, bog'i Boburda abadiy qo'yilgan. Bugungi reportajimizda Boburning nima uchun Kobulni oxirgi makoni sifatida tanlagani, shuningdek, uning jasadi qanday qilib Hindistondan Kobulga keltirilgani haqida qiymatli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Biz bilan qoling. Afg'onistondagi Bobur bog'ining tarixiy va bugungi manzarasi. Hurmatli buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning shaydolari. Shundayki, bilasizlar, Zahiriddin Muhammad Bobur otasi vafotidan so'ng 12 yoshida Farg'ona taxtiga o'ltirdi. Ko'p paytlar o'tmay, ichki urushlar sababli taqdir taqozosiga ko'ra milodiy 1504-yili Afg'oniston shimoli viloyati Qunduzga o'tdi. Keyinchalik Kobulni egallab olib, o'zini podshoh e'lon qildi. Ana shu tarixdan boshlab yengilib ovora bo'lgan Boburga baxt quyoshi kulib boqdi va ketma-ket yutuqlarga erishdi. U milodiy 1526-yili Dehli taxti egallashga erishib, Boburiylar yo Hind Ko'ragoniylar va yo Hind Temuriylari deb atalgan buyuk imperatorlikni asosini qo'ydi. Va Boburiylar imperatorligi 300 yildan osharoq Hindiston va Afg'onistonning katta qismatiga hukmronlik qilganlar. Lekin Boburning o'zi bilim, siyosat, tarix, she'r va adab bilimdoni bo'lib, chiroyli she'rlar yozib, turli san'atlarni sevardi. Hamda bog'lar yaratish va chiroyli binolar qurishga ko'ngil bilan mehr qo'ygan. Bobur esa mana shu ma'naviyat va madaniyat sevarligi o'zidan keyingi to'la meros qoldirdi. Shu jumladan bugungi ma'lumotimizga sizning diqqatingizni Bobur bog'i haqida tortamiz. Afg'onistonning qadimiy dam olish mantiqalaridan biri Kobuldagi Bobur bog'i 16-asr boshlarida o'sha paytdagi buyuk shoh Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan qurdirilgan. Haqiqatan Bobur bog'i Afg'onistonning tarixiy va mashhur sayrgoh maskanlaridan bo'lib, mamlakat poytaxti Kobulda joylashgan. Lekin ushbu bog'da Zahiriddin Muhammad Boburning maqbarasi mavjudligi bois mamlakat tarixida juda muhim va ahamiyatli mantiqadir. Bu bog' esa Kobuldagi Sher darvoza tog'i etagida qaror topgan. Hamda ushbu shaharning o'ziga xos me'morchiligiga asosan eng ko'zga ko'ringan maskanlardan biri bo'lib, tarixiy qadimiylik va me'morchilik san'ati jihatdan alohida ahamiyatga ega. Bobur bog'ining yana bir tarixiy ahamiyatlaridan biri uning jug'rofiyoviy joylashuvi deb ham ataladi. Ushbu buyuk va tarixiy bog' esa Afg'oniston turli millatlari uchun sayrgoh o'rin bo'lib, mamlakatning har bir tushungan va ziyoli insonlari ushbu bog'ning Kobulda mavjudligida faxrlanadilar. Bobur shu bog'ni Kobuldan hukumat qilib kelgandan bir yildan keyin shuni qurgan, shu bog'i Boburning. Ammo rivoyatlarga ko'ra ba'zilar aytadilarki, bu bog'i Boburning o'zidan emas, balki buni abasidan Ulug'bek Mirzo Kobulda bir rivoyatga 38 yil, bir rivoyatga 50 yil hukumat qilgan. Shu bog'ni qurgan deydilar. Ammo men toza tahqiqotlarimga buni isbotlab maqola yozdimki, bu bog' Boburning o'zidan, u o'zi buni tuzatgan.
Bu haqda nechta ilmiy va pujog'ishi meni manbalarim bor va ulardan men nima qilganman, isbotlaganman. Biri buki Temuriylar ki Ulug'bek Mirzo o'sha xonadonga mansub bo'ladi. Chorbog' qurar ekanlar. Ammo bu bog' chorbog' emas, Boburning bog'i o'sha topografiy shakliga bog'i taxt deyiladi. Bu bog'i taxtdagi 3 tabaqa yo 3 tarosi bo'lgan, bori om, bori xos va mevalar nimasiga. O'sha taros yo birinchi taros yo birinchi tabaqasida bori xos bo'lgan. O'sha o'zining Bobur Sufaq qilib, o'zining xonadoniy familiyalari bilan va hokimlari bilan yashash uchun bir taros qilgan. Ikkinchi tarosida bori om, o'sha yig'ilishlar, jirgalar va o'sha maofillarni o'sha yerga olayotganlar. Uchinchi tabaqada yo uchinchi tarosda mevalar nimasi bo'lgan, qismati bo'lgan. Shuning uchun bu bog' mana shu shaklga qurilgan va bu o'zining bog'idir. Bobur bog'idagi maqbaralar. Ushbu bog'ning tarixiy yer bo'lishiga asosiy sabab Zahiriddin Muhammad Boburning maqbarasi mavjudligidir. Mana shu davlat arbobining maqbarasi esa bog'ning yuqori tomonidagi tepalikda voqea bo'lib, maqbara ustida marmar toshli lavha o'rnatilgan. Aytilishicha, Bobur umrining oxirgi yillarida vafotidan so'ng ochiq osmon ostida erkin havo, yulduzlar va oyning yorug'i har zamon maqbaraga tushib turganidan Kobulning tog' etaklarida dafn etilishini vasiyat qilgan edi. 1530-yilda u vafot etgach, jasadi vaqtinchalik Hindiston Agra bog'iga qo'yildi. Oradan deyarli 10 yil o'tib, uning rafiqasi Bibi Muboraka Shershoh Suriy yordamida Boburning vasiyati amalga oshirdi va jasadni Kobulga ko'chirib, Sher darvoza tog'i etagida dafn qildilar. Shundan buyon bu maskan bog'i Bobur deb ataladi. Bobur Kobulni juda yaxshi ko'radi va juda sevadi. Chunki uni o'zi ham avlodlariga vasiyat qilgan, maxsusan Hamoyinshoga aytganki, men buni xolisa qildim va hech kimga buni bermayman va Tobistoniy bir poytaxt qilib o'zini asrab qo'ygan. Hatto Hindistonga ketib hukumat qilganda ham Kobulni faromush qilgan emas va Kobulda har zamon yo'qlab va Hindistondan hatto budjet tayin qilib Kobulga yuborgan. Va jolib buki, Kobul va Hindi nimasini birinchi bor sarakini marammat qilib puxtakorlik qilgan va jag'alandozlik qilib tuzatgan. Chunki Kobul hech vaqt Osiyoga qolgan shaharlardan emas, mutamaddin va chorro bo'lgan shaharlar uchun ahamiyatini biladi va bu shaharning obod asrab va uni poytaxti zimistoniy yo qish poytaxti deb uni asrab qo'ygan. Va o'lganlar hamki vasiyat qilganki, meni shu bog'da dafn qilinglar degan. Bobur o'lganda Hindistonda birinchi bor dafn bo'lgan va o'zi vasiyat qilganday sonra bir rivoyatga 8 yil, bir rivoyatga 10 yil, bir rivoyatga 14 yildan nari Boburning jasadini Kobulga shu bog'ga keltirib dafn qilgan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra Hamoyin shu ishni qilgan degan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra aytadilarki, Boburning bir Pashtun Yusufzayga mansub bo'lgan bir xotini bor edi. Bibi Muboraka o'sha keltirilgan dedilar. Shu Shershoh Suriyning tariqidan shu Pashtun qavmlari bilan hamkorlik qilib, shuni keltirib shu yerga dafn qilgan dedilar. Shu Bobur o'z vasiyatiga aytadilarki, meni shunday bir sodda shaklga, faqirona shaklga ko'minglar. Chunki o'zi bir sufi mashrab odam edi. Uni irfoniy jihatlari ko'p, ham osonlariga aytgan va ham biz o'zimiz bilamiz, u o'zi tariqati Naqshbandiga bir sufi kishi bo'lgan va o'zining oti ham Boburning oti ham Xo'ja Aboydulla Ahror tariqidan qo'yilgan, o'zi bir shu tariqaga mansub bo'lgan bir sufi kishi edi. Shuning uchun aytganki, meni bir sufiyona, darvishona ko'minglar, hech vaqt qabrimda nima qilmanglar. Soxta soz qilmanglar, gumbaz qurmanglar, shunday bir oddiy shaklga bo'lsin deb vasiyat qilgan edilar. Ayni holda milodiy 1607-yilda Hindistonning buyuk imperatori sifatida mashhur bo'lgan Jaloliddin Muhammad Akbar o'g'li Nuriddin Muhammad Jahongir Salim Kobulga kelganida Kobul shahri va uning bog'lari ichida ko'plab obodonlashtirish ishlaridan tashqari Bobur bog'i ham obodlashtiradi va bog'ni chiroyli qilish uchun harakat qiladi. Asosan bu umroniy ishlari bilan Bobur salolasining borligi va buyukligi aks ettirilgan.
hamda ulug' bobosi qabri atrofida oq marmar toshdan to'siq qurdirib, Bobur qabri ustiga marmar tosh o'rnatib, unga ajdodlarining ta'rifiga yozgan she'rini qo'ygan. Bu bog'da Bobur maqbarasining joylashuvidan tashqari boshqa imoratlar ham mavjud bo'lgan. Ular haqiqatan tarixiy ahamiyatga egadir. Bulardan biri Korvonsaroy. Bobur bog'iga kirishning boshida chiroyli va go'zal Korvonsaroydan o'tish kerak. Lekin ushbu Korvonsaroy esa zamon o'tishi bilan o'zgartirilgan. Ushbu Korvonsaroyda quyidagi ishlar bajarilgan. Muhtoj kambag'allarga taom tarqatish, tahorat uchun vuzuxonalar, hunarmandlar uchun do'konlar yaratish, musofirlar uchun dam olish maskanlarini taqdim etish. Hozirda bog' ichida an'anaviy choyxona ham faoliyat yuritib, madaniy muhitni boyitib turadi. Hamda bog' ichida 5 xonali kichik muzey mavjud bo'lib, unda marmar tosh bo'laklari, arxeologik topilmalar, tarixiy me'moriy qismlari saqlanadi hamda ma'lumotlar dari, pashto va ingliz tillarida yozilgan. Bobur bog'i 11 hektarga yaqin maydonni egallagan bo'lib, bog' sozlik an'anasiga ko'ra zinapoya shaklda qurilgan. Bog'ning markazidan uzun ariqdan suv oqib o'tadi. Qadimiy daraxtlar, manzaraviy minoralar bog'ning asosiy ko'rinishini tashkil beradi. Minoralari pishiq xisht va gashdan qurilgan va asosan ramziy va bezak vazifasini bajargan. Bolajo'y ariqi orqali Bobur bog'ining suvi Kobul daryosining suvini Shoh Kobul tog'i bilandlari bo'lib Childuxtaronga olib kelar ekan. Malika qasri ham Bobur bog'ida o'z chiroyligiga xos bo'lgan. Shohjahon masjidi. Bu masjid milodiy 1947-yili Bobur bog'ida Shohjahon tomonidan qurilgan. Haqiqatan ushbu masjid marmar tosh va loydan juda nafis, chiroyli va ajoyib qurilgan. Albatta, bu masjid mavjudligi mamlakatdagi tosh sozlik san'atini to'liq namoyon qiladi. Milodiy 1660-yilda Malika saroyi hududida chiroyli havz qurilgan. Ushbu havz boshqa binolar yonida ko'paytirilishi bilan bog'ning chiroyiga chiroy qo'shgan. Bu yerda tashrif buyuruvchi tomoshachilar suvga suzishlari ham mumkin. Bobur bog'i restoranti. Malika saroyida hashmatli va toza restoran tashkil etilgan bo'lib, u yerda mahalliy Afg'oniston taomlari sotiladi. Ushbu restoran muxlislari ko'plab eng mashhur Afg'oniston o'zbeklari taomi bo'lmish o'zbek palav yo qobili palav taom etadilar. Bu binolardan yana bittasi esa hammom. Bobur bog'i yerning teg yuzasiga voqea bo'lib, shimoldan janubga teg zinapoyalar bilan yurish mumkin. Ushbu zinapoyalardan tashqari bog'ning teg joyidan past joylariga chiroyli suvlar oqib o'tadi. Uning axiri va Malika saroyiga yaqin joyda umumiy foydalanish uchun kichik hammom qurilgan va ushbu joy bu bog'ning ko'ngil ochar joylaridan biridir. Ushbu bog'da Zahiriddin Muhammad Boburning maqbarasidan bo'lak, ushbu kishining oilasiga tegishli kishilar maqbaralari ham mavjuddir. Boburning o'g'li Mirzo Hindol, Humoyun Mirzoning o'g'li Muhammad Ali Mirzo, Mirzo Hindolning qizi va Jaloliddin Muhammad Akbar ayoli Ruqya begumning maqbarasi. Bobur bog'i ko'p urush shohidi bo'lgan. Mana shu urushlar oqimida vayron bo'lib, xarobaga aylangan. Keyinchalik Kobuldagi hokimlar tomonidan ushbu bog' qayta qurilgan. Kobul balediyasi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Timur Shohi Duronidan keyin bugunga qadar Kobul bog'i 3 marta Abdurrahmon Xon, Muhammad Nodir Shoh va Homid Karzay davralarida qayta qurilgan. Natijada tarix oqimida ushbu bog' ko'p achchiq, dardli kunlarni boshidan kechirgan. Jaloliddin Akbar hokim bo'lgandan keyin Boburning nevarasi bo'ladi. Bog' Boburga keladi va Boburning bog'ini ko'radiki, bu bir shakli matruka shakliga vayron bo'lib yotgan bog'ni obod qiladi. Buni dubora ta'mirlaydilar. Va birinchi bor bog'i Bobur o'sha forma va shakl tariqdan degargun bo'ladi. O'sha bog'i taxtdan chorbog' shakliga tuziladi. Chunki bunga bir markaziy bir joy yo bir ariq quraydi shuni man. Jaloliddin Akbar. Buni joyi markaziy deydilar. Shu nimani ko'rsatadiki, bu chorbog' shakliga tag'ir edi. Buni marammat qiladi, tarmim qiladi va marmar toshlari bilan bu joy markazini tuzatadi. Bundan keyin
Jaloliddin Akbarni o'g'li Jahongir kelib bu bog'ni dobora marhamat qiladi. Jahongir kelib Boburning o'sha marqadini sufa qurishadi va buni ihota qiladi va zirih quradi, o'sha qabrni ustini yopadi. Mana shu Boburni vasiyatiga ko'ra munosib bir shakl emas, ammo shu Jahongir Mirzo ki Jaloliddin Akbarni o'g'li bo'ladi va Boburning kavosalaridan bo'ladi. Shu bir ziyoratiy shaklga Boburni e'zozlab va tag'yirot keltiradi. Undan keyin Shohjahon ki Jahongir Mirzoning o'g'li bo'lgan bu kelib bu bog'ni marhamat qilib bunga bir masjid amalga qiladi. Buni masjidi Shohjahoniy deydilar. Shu Indiyu Boburiy sabk degan mansub bo'lgan bir sabk me'morchilik. Shu yerga bir marmariy masjid quradi, bir sufa quradi, havuzlarni dobora marhamat qiladi va Boburning yonida bo'lgan marqadlarni birma-bir marhamat qilib, lavhalar qurib, hammasini obod qiladi. Va bundan keyin Boburiylarning qo'lidan bog' xalos bo'lib, dobora Yevropaviy shakliga tag'yir edi. Chunki 200-300 yil bu bog' matruka qolib, hech kim bunga tavajjuh qilmay, Abdurahmonxon hokimi Afg'oniston bo'lib, bu bog'ni dobora marhamat tarmim qiladi, ammo bu yerga o'sha sabk Boburiy yo Boburiyga mansub bo'lgan sabk me'morchilik nimasidan qarashga bu tag'yir edi va buni bir Yevropaviy shaklga bu bog'ni marhamat va tarmim qiladi va buni tag'yir edi. Mana shu yerdan bog'dagi o'sha asolatini qo'ldan beradi. Yevropaviy shaklga favvoralar qurib va gullarni o'sha chidmoni gullar yo o'sha gulni qanday tikishni Yevropaviy shaklga tag'yir berib, buni bir bog' Yevropaviy qiladi. Nechta qasrlar bunga tuzatadiki, banomi qasr malika hozirgacha asrab qo'yilgan va bir restoran shu bog'ning o'rtasiga Bobur qurgan sufani ustida bir restoran Yevropaviy shaklga buni quradi. Va bog' komilan degargun bo'ladi. O'sha shakli Yevropaviy Italiyani o'ziga oladi. Italiya hukumatlar o'rtasiga tortishlar paytida bog' faromush bo'lib, matruka bo'lib qolganda, keyin masalan Nodir Shoh, Zoir Shoh bular kam 5 qaraydi, Abdullohxon kam 5 bog'ga qarab, shu bog'ni marhamat qilib, o'sha suvni, bardaxtlarni sug'arib, shu hadga bog' qoladi. Ammo 2001-yilda toza hukumat qurilishga buni ba'zi Yevropaviy kishvarlar, Olmon va boshqa kishvarlar tariqadan Bunyod Og'axon kelib bu bog'ni dobora marhamat va ihyo qiladi. Mana shu ihyo o'sha Boburning o'sha asolatli bo'lgan bog'ni dobora ihyo qiladi, bir qismini albatta. Va ko'pincha qismi o'sha Jaloliddin Akbar qurgan bog'ni dobora ihyo qiladi. Chunki Boburdan qolgan ko'p asolatli baxshlar ko'p kam qolgan, ammo Jaloliddin Akbarning qilgan marhamatlarini dobora ihyo qiladi. Va o'sha Boburning o'sha sabk Bobur degan sabkni dobora bir 50%, 60% dobora ihyo qiladi. Ayni holda 20 yillik Islom Jumhuriyati hukumati davrida ushbu bog'da yuzlarcha madaniy badiiy dasturlar, foto ko'rgazmalar, xattotlik, rasm, hunarmandlik va musiqa konsertlari o'tkazildi va mahalliy va xorijiy muassasalar ham o'z dasturlarini ushbu bog'da o'tkazganlar. Hozir ham ushbu tarixiy bog' o'sha chiroyli va bor boyligi bilan asralib kelmoqda. Xazon yaprog'i yangliq gul yuzing hajrida sorg'ordim. Xazon yaprog'i yangliq gul yuzing hajrida sorg'ordim. Ko'rib rahmaylogul ey lola ruh bu chehrai zardim. Sen ey gul qo'ymading sarkashligingni sarvdek hargiz. Ayog'ingga tushib bargi xazondek muncha yo'l bordim. Latofat gulshanida gul kabi sen sabzi xurram qol. Latofat gulshanida gul kabi sen sabzi xurram qol. Menarchi dar bog'idan xazon yaprog'idek yo'l bordim. Xazondek qon yoshim sog'rig' yuzimdan el tanaffurdo.
به هر رنگ به hamdullah ulusdan o'zni qutqardim. Netali durmaga kim axtar baxtim topilmadi. Netali durmaga kim axtar baxtim topilmadi. Falak avroqini har necha kim daftar degoh tordim. Ulusning ta'nu tarifi manga Bobur barobardur. Ulusning ta'nu tarifi manga Bobur barobardur. Bu olamda o'zimni uchun yomon yaxshidan o'tkardim. Bu olamda o'zimni uchun yomon yaxshidan o'tkardim. Bugungi kunda bog'i Bobur Shoh shahrining eng muhim madaniy va sayrgoh maskanlaridan biridir. Bu yer sayr qiluvchi mehmonlar, oilaviy melalar, suratga tushish, ijodiy tadbirlar va turli jamiyatlar yig'ilishlari uchun mashhur joydir. Bog'ning yuqori qismidan Kobulning manzarasi go'zallik kasb etadi. Yuqoridagi mavzular asos Zahiriddin Muhammad Bobur bog'dorlik va obodonlikka o'ta aloqasi bo'lgani uchun o'z hukumati davrida bog'lar, binolar va naharlarni Kobulda va Afg'onistonning turli mantiqalarida tuzatib, mantiqalarni go'zallashtirish uchun turli daraxtlarni ekib kamolga yetkazadi. Kobuldagi bog'i Navruz, Bo'ston saroy, Chorbog', bog'i Behesht, bog'i Binafsha, bog'i Nur, bog'i Xilvat, bog'i Suratxona, bog'i Shahroro, bog'i Mahtob, O'rta bog' va Nangarhor viloyatidagi Safo bog'i Odina qal'asining yaqinida va Vafo bog'i. Chunki Bobur bu bog'da turli mevali daraxtlarni ekib, bog' ichida havzlar va yo'llar tuzatgan. Albatta bu bog'ning ichida bir katta ariq suv